Platformaga manaqa trenajyorlarimiz 3 tasi birda hamda leja apparatlarimizni olib kelib berdik. Mana o'sha xolamiz chiqib shug'ullanyapti-da. Hozir o'rnatdik xola. Qanaqa ekan? Rahmat. Taassurotlar. Xudo xolasa sizga o'xshagan. Velosiped chempioni bo'lib. Ha? Sizga o'xshagan xolalar mazza qilib sport bilan shug'ullanib mazza qiladi xola. Mana qarang, siz mayda shug'ullansangiz, yana bitta do'koningiz bilan bunday qahchaqlashib, gaplashib shug'ullanaverasizlar-da. Astovlar. Qo'layman. Nariga nima? Bu mana charchab kelganingizda yo ko'p stolda o'tirganingizda bunday qilib berdi mana. Aylanadi. Sigarasi ham yaxshi. Bunday umurtqalarga, mana orqalariga hamma yoqqa zo'rda, xullas. Biz Koreya texnologiyasi asosida qilamiz-da, Koreyadan o'rganib kelganmiz. Tanjurlar aytadi, mana shunaqa olib keladi. Yaxshi ekan, haligi xotinlarga pul to'lab nima qilinadi? Fitness klublarga ham olib borib beryapmiz, o'rnatib beryapmiz. So'lab pulga olib qilishyapti ular. Mana qizlar ham o'sha masdan ham qilaveradi. Bunaqa yoshligilar o'sha masdan ham qilaveradi. Naborat yaxshi bo'ladi yana ham. Mana yoqda bitta odam mana shug'ullansa ham bo'laveradi. Tikka turib olibdi o'zida.